Assalomu alaykum aziz qizlarjon. Mana bizga bunaqa dvoykalar keldi. Juda ham qaranglar, juda ham qulay, chiroyli va nima deydi, aylanishlarga, tog'larga, ya'ni yoz kelayotgan yoz sezonimizga juda ham bir yaxshi variant deb o'ylayman. Mana shimimiz materiali lyon, juda ham keng, mana qaranglar, juda keng. 2,5 metr material ketgan ekan o'zi ham. Va cho'ntaklari bor. Ustimizdagi futbolka ham havo o'tkazadi. Eng muhimi, materiali expert lycra va men bu toshlarga e'tibor beringlar. Mana shu toshlar uchun aynan mana shu dvoyka menga juda ham yoqib qoldi, chunki bu toshlarimiz Swarovski tosh ekan. Va bizda 3 xil rangi bor, razmerlari 46 dan 56 gacha. Mana rangiga keladigan bo'lsak, bunaqa persikovoy ranglisi bor, mana ishtoni bunaqa. Fason, ya'ni xuddi shunaqa, faqat rang boshqa. Mana tanlab olsanglar bo'ladi. Keyingi rangimiz mana bunaqa. Futbolkasining rangi boshqacha bunda. Bu ham juda ham ajoyib sachitaniya bo'lgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Oldi bog'lanadi. Rezinkalari bor. Mana rezinkada ishtoni. Siqmaydi, udobniy, keng. Zakaz qilinglar qizlar. Kech qolmaslar, tugab qoladi.